Uy loyihasini chizdirganda konstruktiv yechim kerakmi? KJ razdel demak konstruksiya железобетонный degani. Bu binoni suyagi hisoblanadi. Bu razdelda demak fundamenti, rigeli, kolonnasi, qanaqa armatura, nechtali armatura, qancha kechishi va armaturalarning o'zaro qanaqa to'qilishi chizmalari ko'rsatib o'tiladi. Demak, agar loyihalayotgan uy 500 kvadratdan kam bo'lsa, balandligi yerdan 12 metrdan kam bo'lsa va qavatlar soni 2 qavatdan oshmasa, tasdiqlangan eskiz loyihani o'zi bilan ham qursa bo'ladi. Demak, KJ qismi majburiy hisoblanmaydi. Shuning uchun buyurtmachilar loyihani arzonroq bo'lishi uchun bu qismini zakaz berishmaydi. Lekin men maslahat bergan bo'lardimki, 2 qavatli uylarga albatta KJ qismini tizish kerak, chunki ustalar professional bo'lmaydigan bo'lsa, qaysi kolonnaga, qaysi regelga, nechtali armaturani ishlatishni bilmaganligi uchun agar kam qilib qo'yadigan bo'lsak, demak uyda yashovchilarning hayoti uchun xavfli. Agarda ko'proq zapasini ko'p berib yuboradigan bo'lsak, demak uy egalarini cho'ntagiga zararli bo'ladi. Shuning uchun demak optimal ravishda va to'g'ri chiqishi uchun loyihani KJ qismini tizdirish kerak.